Uy ikki xonalik bo'lsin, narxi esa arzonroq bo'lsin degan obunachilarimizga srochnaga 2 xona 6-qavat 8 qavatli liftlik dom territoriya kriti bo'lgan kvartiramiz sotilyapti. Narxini video oxirida aytib o'tamiz. 60 kvadrat kvartiramiz. Zal qismi spaynasi, oshxona, sanuzul alohida. Birinchi koridorni ko'rdik. Mana bu keyingi koridorni kattagina ko'rib turibsizlar. Proyekti yaxshi tushgan, prema-kat yo'lga qaragan. Bu zalimiz ko'rinishi, uyimiz balandligi standart holatda 3-10 metr. Devorning atrofi to'liq, xonamizda supermosh abolar ishlatilgan. O'rtada PVX panel taroqlari bilan birga patolog natijnoy, high-tech lyustralar, chiroyli elitni pardalar qilib qo'yilgan. Oyoqda gilam to'shab qo'yilgan. Bu tomonda esa spalna qismi. Eshiklari high-tech MDF eshiklardan. Anchagina og'irgina ekan eshiklari. Spalna ham akkurat remontdan tayyorlab qo'yilgan. Derazalar panorama holatida. Patolog natijnoy, bu yerda ham high-tech lyustralar. Sanuzul alohida deb o'tdik. Birinchi vanna xonamizni ko'rib o'tamiz. Kafillar kombinatsiya qilingan kirganimizdan. Simisilar rakvina vannalar hammasi yangi qo'yilgan. Hali bu kvartirada yashalmagan. Bu tomonda hojatxona qismi. Hojatxonasi ham akkurat holatda saqlangan. Bu tomonda esa ko'rib turganingizdek oshxona qismi. Oshxonasi ham kattagina. Kotyollar o'rnatilgan. Mana bu yerda kuxon mebel garniturasi, gaz plitalarigacha qo'yilgan mo'ykasigacha. Mana shu 2 xona 6-qavatda joylashgan 60 metr kvadratdan iborat kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Kvartira manzili Buxoro shahri, Kriti bozor yonida. Narxi 43500 dollar. Ozroq summada kelishtirib beradilar. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylaninglar. 8 qavatli liftli domning 6-qavati. E'tiboringiz uchun rahmat.